Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. 54-qism. Bir oyat dalil o'laroq keltirilganda qo'llanadigan ifoda. Bir kishi biror oyatni dalil o'laroq keltirishni istaganida Alloh taolo shunday dedi deb o'tgan zamon shaklida aytish ham yoki Alloh taolo shunday deydi deb hozirgi zamon shaklida aytish ham mumkin. Bunda hech qanday karohiyat yo'q. Oldingi va keyingi davr olimlari tarjih qilgan sahih so'z ham shu. Ibn Abu Dovud tobiinlarning mashhurlaridan Mutarrif ibn Abdulloh ibn Shihhir rahmatullohi alayhdan rivoyat qilishicha, u kishi Alloh taolo aytayapti demanglar, balki Alloh taolo dedi denglar deb ta'kidlagan ekanlar. Mutarrif rahmatullohi alayhning fikricha, muzori fe'li hozirgi va kelasi zamonga dalolat qiladi. Alloh taoloning kalomi esa qadim bo'lib, uning na boshlanishi va na tugashi bor. Shu sabab o'tgan zamon fe'lini ishlatish kerak deganlar. Ammo Mutarrif rahmatullohi alayhning bu so'zlari Qur'onga, sunnatga, sahobalarning va ulardan keyin kelgan olimlarning qarashlariga teskari. Chunki Alloh taolo oyatda hozirgi zamon fe'lini qo'llab shunday marhamat qilgan. Astaizu billah. Vallohu yaqulul haqqo va huwa yahdis sabil. Sadaqallohul azim. Yolg'iz Alloh haqiqatni aytur va uning o'zi haq yo'lga hidoyat qilur. Ahzob surasi 4-oyat. Sahih Muslimda Abu Zar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini rivoyat qilganlari kelgan. Yaqulullohu azza va jalla: "Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha." Alloh taolo kim bir yaxshilik qilsa, unga 10 barobar qaytarilur demoqda. An'om surasi 160-oyat. Sahih Buxoriyda Abu Talha radhiyallohu anhu Alloh taoloning o'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz oyatining tafsirida: Ey Allohning rasuli, Alloh taolo o'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz demoqda deganlar. Abu Talha bu so'zni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida aytganlar. Masruq ibn Ajda rahmatullohi alayhdan naql qilingan sahih rivoyatda shunday deyilgan: Men Oysha raziyallohu anhoga Alloh taolo batahqiq Muhammad alayhissalom Jabroilni uni ochiq oydin ufqda ko'rdi demadimi dedim. U kishi shunday dedilar: Eshitmaganmisan? Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ko'zlar uni idrok eta olmas, u ko'zlarni idrok etar. Eshitmaganmisan? Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Alloh bashar bilan gaplashmog'i bo'lmagan, magar vahiy orqali yoki parda ortidan yoxud elchi yuboradi-yu, u zotning izni ila xohlagan narsasini vahiy qilur. Shura surasi 51-oyat. Oysha raziyallohu anha so'zlarining davomida shunday deganlar: Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Ey payg'ambar, senga Robbingdan nozil qilingan narsani yetkaz. Moida surasi 67-oyat. Va yana shunday deganlar: Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Sen osmonlar va yerda Allohdan boshqa hech kim g'aybni bilmas deb ayt. Naml surasi 65-oyat. Bunga o'xshash gaplar mutaqaddim va mutaaxir olimlarning gaplarida nihoyat darajada ko'p. Alloh taolo to'g'risini bilguvchidir. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.